Assalamu alaykum hurmatli ko'ruvchilar. Bugungi xabarlar programmamizga xush keldinglar. Programmamizni yoqtirib ko'rishingizni umid qilamiz. Tövəndə aytinglar, bugungi xabarlarimizning tafsilotida bo'lsin. Xitoy tashviqot torining 6-oyning 9-kunidagi xabari qaraganda, Xitoyga moyil atalmish tor cho'lponlari qo'l tutish harakati nomida bir guruh har millatda bo'lgan tor cho'lponlari Urumchida Xitoy tashviqotini kuchaytirish uchrashuvini o'tkazdi. Xitoy yaqinda Sharq Turkistonda o'tkazgan jinoyat qilmishlarini yushirish va xalqarodagi obrazini yaxshilash uchun Xitoy davlat ichi va sirtidagi barliq tashviqot vositalarini qo'llanib, o'z tashviqotini shiddat bilan kuchaytmoqda. Mushayning beshidan boshlab chet eldagi arab musulmon davlatlari va Xitoyni qo'llaydigan taratqularni taklif qilib, atalmish Şinjan xalqining tinch, amon, xushal, xoram, baxtli yashayotganligini va atalmish Şinjanning taraqqiyotining gullanayotganligini eg'iz-eg'izga maqtab, Xitoy suyar xalqaro tashviqotchilarni ishga solib, yangi bir maydon tashviqot faoliyatini boshlagan edi. Xitoyning bu qitimli plani bo'lsa, Sharq Turkistondagi internet tor cho'lponlarini ishlatib, qizil tashviqot boshlash maqsadida har millatdan bo'lgan Uyg'ur, Qozoq, Qirg'iz va Sharqiy Turkistonda tug'ilib cho'ng bo'lgan Xitoy internet tor cho'lponlarini uchrashtirib, bir maydon tashviqot faoliyatini boshlash plani tuzgan. Bu tashviqot harakati Urumchidan boshlab Sharqiy Turkistonning bulung-pushqoqlariga chep berildi ekan. Xitoy paxta torining 6-oyning 9-kunidagi xabarida deyilishicha, Sharqiy Turkistonning Aqsu, Qashqar, Kuytun va boshqa joylardagi bir qancha paxta nazorat qilish ombirining inkosi qaraganda, 6-oyning oldingi 10 kunidan boshlab atalmish Şinjan paxtasining sirtqi chiqarilish miqdori 5-oyning oxiridagiga selishtirganda ko'rinarli oshgan. Asosli iste'mol rayonlari Jiangsu, Shandong, Henan va Xubey bo'lib, ishlab chiqaruvchilarning ehtiyojining yuqori bo'lishi va neft bahosining o'zliksiz davolg'ish sababidan may va iyun oylarida Sharq Turkistondan chiqadigan yuk tashish mashinalari yetishmay qolganlik sababidan Xitoy hukumati temir yo'l transporti va boshqa yuk tashish liniyalarini zo'r ko'lamda oshirgan. Programmamizni yoqtirib ko'rganlarga rahmat. Ko'rishguncha omon bo'linglar. Xayr xo'sh. Allohga emanet.